Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Dunya uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi ھەپتىلىك xəvərlər proqramımızga xoş geldinglar. Men Hidayet Musacan. Tövəndə sizlərə bu haftadan bu yana yüz bergan Uyğurlarga münasibətlik bəzi mühim hadisələrni əslətib ötməkçimiz. Tövəndə diqqətinizlər ھەپتىلىك xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. 12 yanvar günü Xitayga qarşı parlamentlar komiteti bilan Sharqi Janubiy Osiyodagi bir qism kishilik huquq tashkilotlari tarafidan birlikda o'tkazilgan Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi, Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoyatlari va qiyin qistoqlari degan temadagi xalqaro muhokama yig'ini g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Shu kuni Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakillar o'miki buningga qarshi Xinjiangni qalaymaqon qilishga, Jongoni qoralashga uringan har qanday odam mag'lubiyatga mahkum degan mavzuda maxsus bayonot e'lon qilib, asosliq tig'i uchini yana Uyg'ur sud kollegiyasi bilan Dunya Uyg'ur qurultiyiga qaratdi. Uyg'ur sud kollegiyasining boshlovchisi Jefrinoys apandimning ichilish nutqi bilan boshlanib, Dunya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandimning yepilish nutqi bilan muvaffaqiyatli oxirlashgan mazkur tur yig'iniga 28 davlatdan 30 dan ortiq yuqori darajali tadqiqotchi, 50 nafarga yaqin yuqori darajali hukumat amaldorlari va parlament a'zolari, shundaqli ko'plagan davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq vakillari taklif bilan qatnashdi. Uyg'ur sud kollegiyasining boshlovchisi Jefrinoys apandi ichilish so'zi qilib, Uyg'ur sud kollegiyasi va uning 11 turli xizmat prinsipi haqida to'xtaldi. U Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyapti degan hukmi haqida to'xtalib mundaq dedi. Uyg'ur sud kollegiyasidagilar siyosiy faoliyatchi, ya'ni aktivist emas. Bizning ko'ngil biladiganimiz dalil isbotlar. Shuni aytib o'tayki, biz bu yerda jinoyat izdimadik. Biz dalil isbotlar ko'rsatayotgan haqiqatni izdidik. Biz duch kelgan masalalarning biri, biz necha qitim Xitoyning Uyg'ur sud kollegiyasiga qatnashishga taklif qildik. Ular qatnashishni rad qildi. Lekin ular naq maydonda bo'lmasimi, sud kollegiyamiz hech bir shaklda ularni nishonga olmadik. Ularni taklif qildik. O'zlari qatnashib, o'zining isbotlarini o'ttirga qo'ymadi. Bizning nishonimiz ularni qoralash emas, faqat o'ttirga chiqqan dalil isbotlarni ko'rsatish. Agar o'xshamagan davlatdan kelgan 9 kishi sizning davlatingizga qarshi o'xshash gap qilsa, siz qanday his qilasiz? Meningcha ular bu sudga qatnashish kerak edi, lekin ular qatnashmadi. Biz to'plagan dalil isbotlarga asosan hukm chiqardik. Qo'limizda bo'lmagan hech qanday isbotga tayanmadik. Jefrinoys apandi so'zini tamomlagandan keyin yig'inga qatnashgan har qaysi davlatlarning parlament a'zolari Jefrinoys apandidan Uyg'ur sud kollegiyasi va hukmi haqida savollarni so'radi. Uyg'ur sud kollegiyasini rasmiy sud emas deydigan inkoslarga qanday qaraydiganligini so'raganda, u mundaq dedi: "Biz albatta sud emas. Bu yaxshi tarafi. Bizning hech qanday huquqimiz yo'q. Lekin bizning kuchli yerimiz model shu yerda. Biz hech qanday bir hukumatni, parlamentni, sudni cho'ng ko'rmaymiz. Chunki ular mag'lub bo'lsa, biz hal qilishga tegishli bo'lgan ishlarni xohlagancha qila olamiz. Agar bizning qo'limizda muhim isbotlar bo'lib ko'rsatishga to'g'ri kelganda, hech ishkilanmay ko'rsata olamiz. Bu haqiqatan rasmiy sudning hukmidagina muhim. Bizning salohiyat ko'rsatadigan kiyimlarga, belgilarga ehtiyojimiz yo'q. Biz xalq. Bu bizning salohiyatimizdagi eng yorqin belgi." Jefrinoys apandi yana kollegiyaning hukmi to'g'risida savol so'ralganda, hukmning dalil isbotlar bilan chiqarilganligi va bu isbotlarning hukumatlarning har qaysi munosabatli tashkilot va organlarning ishlatishi uchun oshkora holda to'rbatga qo'yilganligini bildirgan. Shunga ijroiyatning kollegiyada emas hukumatlarda ishkanligini ta'kidladi. Jefrinoys apandining javoblariga yig'in qatnashuvchilari qoyilligini bildirishdi. Haqiqat uchun ko'rsatgan tirishchanliklariga rahmat aytishdi. Yig'in kun tartibi bo'yicha yig'inga qatnashgan har qaysi davlatlarning parlament a'zolari Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyapti. Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan bostirish siyosatlari insoniyatga qarshi jinoyat degan hukmiga nisbatan o'zi vakillik qilgan davlatlarning pozitsiyasi haqida ayrim to'xtaldi. Amerika Davlat Majlisi a'zosi Jeff Merikli mundaq dedi: "Amerikada bizning xalqimiz Xinjiangda yuz berayotgan masalalarga diqqat qilyapti. Hukumatdagi o'xshamagan fikrdagi partiyalar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi." Amerika hukumati kelar oyda o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boyqut qiladiganligini jakarladi. Yaqinda Bayden hukumati Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunini imzoladi. Ya'ni qilishga tegishli nurg'un ishlar bor. Dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarning Amerika hukumatiga o'xshash tadbirlarni olishni umid qilaman. Chunki ko'plagan hukumatlar o'xshash strategiyani qo'llanish uchun o'xshash kuch chiqarsak, unumi texmo kuchli bo'ladi. Yig'inga qatnashgan Angliya, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada, Belgiya va Janubiy Afrika qatorliq davlatlarning hukumat amaldorlari ayrim holda o'z davlatining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi amaliy harakatga o'tkazishga tirishadiganligini bildirishdi.
Angliya parlamentida Uyg'ur masalasini anglitishda aktiv rol o'ynayotgan Angliya parlamentining a'zosi Nusrat G'ani xonim so'z qilib mundaq dedi. Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi mening hukumatimga o'zining rolini joriy qildirish uchun nihoyatda og'ir bisim qilyotdi. Irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligi aniq bo'lgan mushundaq paytda Angliya buningga sal qarasa bo'lmaydi. Kelar payshanba kuni men parlamentda Angliya hukumatini bu masalada rolini joriy qildirishga chaqiriq qilaman. Angliya hukumatimi, Angliya xalqimi irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'urlarning yana majburiy amgakka selinayotganligini bilishi kerak. Bizning kiyim ishkoplarimizdagi nurg'un kiyimlar Uyg'ur majburiy amgaki orqali ishlab chiqarilgan. Shinjongdan kirgiziladigan barliq mollar qora tizimlikka kirgizilishi kerak. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chetishlik bo'lgan Xitoy amaldorlariga qarata jazo tadbiri yurgizilishi kerak. Uyg'ur sud kollegiyasi nihoyatda muhim isbotlar bilan ta'minlab qolmasdan, balki hukumatlar, shirkatlar va shaxslar inkor qilinmaydigan nihoyatda jiddiy bir qirg'inchilikning yuz berayotganligini po'latdek paketlar bilan o'ttirg'a qo'ydi. Mazkur yig'inga qatnashgan davlatlarning muhim amaldorlari fikr qatnashtirib, Xitoyning jinoyatlariga qarshi sukutda turmaydiganligini ifodalashdi. Yig'inning oxirida Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi yepili so'zi qildi. O Dunya Uyg'ur Qurultiyi va muhojiratdagi Uyg'urlar nomidan Uyg'ur sud kollegiyasining ko'rsatgan tirishchanliklariga rahmat etdi. U yana har qaysi hukumatlarni birlikda Uyg'ur sud kollegiyasi chiqargan hukm, to'plangan dalil isbotlar va xalqaro qonunlarga tayinib, Xitoyning jinoiy javobgarligini surishta qilishga chaqirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uyghur Kişilik Hukuk Umumi Dokulatı ilan qilinish oldida turgan bir paytda chaqirilgan Uyghur sud kollegiyasining hukmi, Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoyatlari va qiyin qistoqlari degan temadagi mazkur xalqaro muhokama yig'ini mustabid Xitoy hokimiyatini qattiq aloqsada qildi. Shu kunila, ya'ni 12 yanvar kuni Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq doimiy vakillar o'miki buningga qarshi Shinjongni qalaymaqon qilishga, Jongoni qaralashga o'rnagan har qanday odam mag'lubiyatga mahkum degan mavzuda maxsus bayonot e'lon qilib, asosliq tig' uchini yana Uyg'ur sud kollegiyasi bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyiga qaratdi. 13 yanvardan e'tiboran Shinxua agentligini o'z ichiga olgan Xitoyning asosliq axborot vositalarining hammasi Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq doimiy vakillar o'mikining mazkur bayonotini keng doirada bozorga silib tashviq qilishga boshladi. Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'da doimiy turishliq vakillar o'mikining bayonotida aynan mundaq deyiladi. Atalmış Uyghur alohida soti sepi o'zidan Jongoga qarshi bo'lgunchi tashkilot bo'lgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining Amerika, G'arbdagi Jongoga qarshi kuchlarning kontrolligi va yordami ostida bir bo'lik Jongoga qarshi unsurlarni yig'ib olib ig'vo tarqatadigan, aldamchilik qiladigan siyosiy qoraldir. Bu atalmış sotning hech qanday qonuniy salohiyati yo'q. Shundaqla u hech qanday ommaviy ishashga ega emas. U ochiq oshkora pul xashlab aldamchilarni setib olib, yolg'onni setib olib, yolg'on guvohlik bergizadigan bir o'yin. Sot va uning atalmış hukmi faqatli Jongoga qarshi kuchlarning o'zi rejissorlik qilib, o'zi rol elib chiqqan bir maydon dramadan iborat. Bu qonun va haqiqatga qilingan paskashlarcha haqoratdir. Aldanmagan har qanday odamni qaymoqtiranmaydi. Bu dramaning Birleşken Devletler Teşkilatı bilan hech qanday aloqasi yo'q. Balki Birleşken Devletler Teşkilatı va uningga a'zo barliq davlatlarning jazman qarshi turishi va boykot qilishiga uchrashi lozim. Mustabid Xitoy hokimiyatining bu darajadagi o'ktamligi va axloqsizligi yig'in qatnashuvchilarining kuchli g'azabini qo'zg'ab qolmay, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va g'arb matbuotlarining qattiq ayblashiga uchradi. Ma'lum bo'lganidek, Uyg'ur sud kollegiyasining tunji qitimliq isbot anglash yig'ini 2021-yili 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha, ikkinchi qitimliq isbot anglash yig'ini 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha, uchinchi qitimliq isbot anglash yig'ini 11-oyning 27-kuni o'tkazilgan bo'lib, bu 3 qitimliq isbot anglash yig'inidan keyin Uyg'ur sud kollegiyasi 12-oyning 9-kuni Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarga qarata irqiy qirg'inchilik hukmini chiqargan edi. Uyg'ur sud kollegiyasining bildirishicha bu 3 qitimliq isbot anglash yig'inida 70 dan ortiq guvohchi guvohlik bergan. 30 dan ortiq tadqiqotchi 10 ming soatdan ortiq vaqt sarf qilib, 500 dan ortiq shohidning qancha 10 ming batdan ortiq yozma bayonlarini tarjima va tadqiq qilib sudga topshirgan. Uyg'ur sud kollegiyasining irqiy qirg'inchilik hukmining Xitoyning peshonasiga besilgan bir qora tamg'i ekanligini ta'kidlagan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi bu hukmning ta'sirining xalqaroda kunsiri kuchayotganligini, shuning uchun Xitoyning bu hukmdan cho'chib, tipirlab o'ltiramay qolganligini alohida eskartib o'tdi.
6 yanvar günü Dunya Uyghur Qurultiyi, Avrupa Şarkı Türkistan Birligi, Dunya xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti va Germaniya Tibet harakati tashkiloti qatorliq tashkilotlar birlikda 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining sponsorlarining biri bo'lgan dunyodagi eng chong sug'urta va mablag' silish shirkatlarining biri Olli Sirkitining Myunxen shahridagi markazi oldida norozilik namoyishi o'tkazib, mazkur shirkatdan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining sponsorligidan chekinib chiqishini talab qilish bilan birga Dunya Uyghur Qurultiyi bilan Tibet tashkilotlarining boshlamchiligida Germaniya miqyosida to'plangan va Olli Sirkitining 2022 yillik Beijing qishliq olimpikining sponsorligidan chekinib chiqish talab qilingan 46 ming kishilik imzoni shirkat mas'ullariga topshirib berdi. Bu qitimqi namoyishda so'z qilgan Dunya Uyghur Qurultiyining va Tibet tashkilotlarining vakillari Sharqi Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan, Tibet va Hong Kong xalqlariga qarata rahimsizlarcha bostirish va zulm siyosatini yo'lga qo'yayotgan Xitoydek bir mustabid davlatda olimpik yig'ini o'tkazilishining olimpik ruhiga xilof bir harakat bo'lib qolmasdan insoniyat dunyosi uchun og'ir bir or-nomus ekanligini ta'kidlash bilan birga 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'iniga sponsor bo'lgan Ollis qatorliq barliq chet el shirkatlarining Xitoyning insoniyatga qarshi ilib berayotgan jinoiy qilmishlarini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lishini aybladi va dunyoda yuqori obro'y va nopusga ega bo'lgan Olli Sirkitini o'zining izzat hurmatini va inovatini qo'g'dab qilish uchun 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikining sponsorligidan voz kechishga chaqirdi. Bundan burun Olli Sirkitining oldida yuqorqi mazmunda keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazilgan va namoyish Germaniya matbuotlarida kuchli inkas qo'zg'agan edi. Namoyish jarayonida Uyg'ur va Tibet tashkilotlarining vakillari o'zlari to'plagan 46 ming kishilik imzoni va norozilik maktubini Olli Sirkitiga topshirib berish uchun shirkat mas'ullaridan ko'rishni talab qilgan edi. Shirkat mas'ullari Dunya Uyg'ur Qurultiyining bayonotchisi va Qurultiyi ayollar komitetining mudiri Zumraday Erkin bilan Tibet vakilini qabul qilib imzo va norozilik maktubini topshirib oldi. Olli Sirkitiga sunilgan 46 ming imzoliq norozilik maktubida Olli Sirkitidan insoniyatga qarshi og'ir darajada jinoyat sodir qilayotgan Xitoydek bir diktator davlatda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining sponsorligidan voz kechish kaskin shaklda ochiq talab qilindi. Dunyoning eng zo'r sug'urta va mablag' silish shirkati hisoblangan Olli Sirkiti 1890-yili qurilgan 125 yillik tarixga ega nopuzli shirkatlarning biri bo'lib, uning 2022-yili Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik yig'iniga sponsor bo'lishi ham Dunya Uyg'ur Qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining ham xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligiga uchrab kelmoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyi raisligi 11 yanvar kuni kechda Markaziy Istanbuldagi Ilm Ashraf vaqfining hay'at a'zolari bilan tur suhbati elib berib, ularning Dunya Uyg'ur Qurultiyining g'oyasi, Qurultiyning indigenis xalqlar, ya'ni yerli xalqlar bayonnomasiga tutgan pozitsiyasi, Qurultiyning sobiq vakili Nejat Turg'un apandi bilan Ruqiya Turdush xonimning Qurultiyi haqidagi iddaolari, Qurultiyning 2022 yillik plan programmalari va bundan keyin yetmoqchi bo'lgan asosliq maqsadlari qatorliq nihoyatda keng mazmunlarni o'z ichiga olgan savollarga astoydillik bilan javob berdi. Ilm Ashraf vaqfining raisi Jurat G'ulji apandimning echilish so'zi bilan boshlangan vaqfining diniy ishlar mas'uli Qosimjon Sayromi apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan va 4 soatga yaqin davom qilgan suhbatga Ilm Ashraf vaqfining Turkiya va boshqa ellardagi hay'at a'zolari, Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan Qurultiyining raisi Dolqin Aysa, muavin raislardan doktor Erkin Akram, Zubayra Shamsiddin, Parat Yo'ronqish, Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat qatorliqlardan bo'lib 40 nafarga yaqin kishi qatnashdi. Markaziy Istanbuldagi Ilm Ashraf vaqfi bo'lsa Turkiyada aktiv faoliyat olib berayotgan va Turkiyaning sirtidagi boshqa davlatlarda ko'plagan a'zosi bo'lgan kuchli ommaviy tashkilotlarning biri bo'lib, Ilm Ashraf vaqfi Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining moddiy va ma'naviy jihatdan zo'r darajada qo'llab-quvvatlagan va Uyg'ur sud kollegiyasining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun sudga 25 ming Amerika dollari yordam qilgan edi. Ilm Ashraf vaqfining raisi Jurat G'ulji apandi bilan vaqfining diniy ishlar mas'uli Qosimjon Sayromi apandi bilan suhbat yig'inining beshida qilgan so'zida Qurultiy bilan vaqfi o'rtasidagi o'zaro dialog va hamkorlikni yanada kuchlantirish, vaqfi a'zolarining Qurultiy haqidagi ba'zi tushunchalarini yanada oydinlashtirish maqsadida mazkur suhbat yig'inini uyushtirganligini ta'kidlab o'tishdi. Qurultiy raisi Dolqin Aysa apandi yig'inda qilgan so'zida Ilm Ashraf vaqfining hozirga qadar milliy mustaqillik ko'rishimizga qo'shib kelgan tuhfalariga, chet ellarda diniy va milliy alohidliklarimizni qo'g'dab qilish uchun ko'rsatib kelgan tirishchanliklariga, bo'libmi xalqarada intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan Uyg'ur sud kollegiyasiga bo'lgan alohida qo'llashiga rahmat etish bilan birga, Dunya Uyg'ur Qurultiyining 1933 va 1944 yili vatanimizda qurilgan mustaqil jumhuriyatlarimizning vorischisi ekanligini,
Qurultayning tüp maqsadining va g'oyasining vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini talto'kis asliga keltirish ekanligini va Qurultayning bu xil g'oya va prinsipida hech bir zaman eg'ish va yoki o'zgarish bo'lmaganligini. Shuning uchunmi Dunya Uyg'ur Qurultiyining 2005-yili milliy harakatimizning mustaqillik nizomi va kelgusida quriladigan mustaqil davlatimizning asosiy qonuni hisoblangan Myunxen xitobnomasini e'lon qilish orqali o'zlarining mustaqillik g'oyasini xalqaroga aniq jakarlaganligini alohida eskartib o'tdi. Qurultayning indigenis xalqlar, ya'ni yerli xalqlar bayonnomasiga tutgan pozitsiyasi haqidagi savollarga javob bergan Dolqun Aysa apandim, indigenis masalasining Dunya Uyg'ur Qurultiyida hech bir zaman kun tartibga kelib baxmaganligini qayta ta'kidlash bilan birga, qisman insonlarning indigenis people masalasini ko'tarib chiqib, indigenis xalqlar bayonnomasining mazmunini qasdan burmilib, ikki qismimizda sunniy talash-tortish paydo qilayotganligini, buning milliy birligimiz va milliy harakatimiz uchun to'liq ziyonli bir yuzlanish ekanligini ifoda qildi. O'zining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining indigenis xalqlar munbiri yig'iniga qatnashganligining hargizmi ba'zilar ilgari surgandek, Qurultayning indigenis xalqlar bayonnomasini qabul qilganligi hisoblanmaydiganligini. Chunki yig'inning ismi indigenis xalqlar munbiri bo'lgani uchun faqat o'zining oldig'ila emas, yig'inga qatnashgan yuzlagan mustaqil davlatlarning vakillarining oldig'imi mazkur taxtining qo'yilganligini. Dunya Uyg'ur Qurultiyining butun xalqaro munbarlarga aktivlik bilan qatnashish orqali Sharq Turkiston xalqining tortayotgan zulmlarini anglitishga tirishib kelayotganligini va bundan keyin kelgusi g'oyamiz hisoblangan milliy mustaqilligimizni asliga keltirish uchun butun xalqaro yo'lchiqlardan va munbarlardan unumli holda foydalanishni davomlashtirganligini izohlab o'tdi. Qurultayning sobiq vakillaridan Nijat Turg'un bilan Ruqiya Turdishning vakillikdan istifa berish voqeasi va ularning Qurultay haqidagi iddaolari to'g'risidagi savollarga tushuncha bergan Dolqun Aysa apandim, Nijat Turg'un apandi bilan Ruqiya Turdish xonimning uzun yillardan buyon vatan da'vosi uchun fidokorlik ko'rsatib kelgan yaramliq va ishonchli siyosiy faoliyatchilarimiz ekanligini va Qurultayning ularning milliy harakatimizga qo'shib kelgan tuhfalarini taqdirlaydiganligini, vakillikdan istifa berishning ularning demokratik haqqi ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, faqat ularning aqalli tashkiliy prinsip va qoida bo'yicha istifosini Qurultay rahbarlik hay'atiga yo'llamasdan, aksincha ijtimoiy taratqularda bevosita e'lon qilganligidan va Qurultayning g'oya maqsadlariga zid bo'lgan iddaolarni o'tirg'i tashlash orqali xalqimiz ichida talash-tortish paydo qilganligidan Qurultayning ig'ir darajada afsuslanish tuyganligini, uzun yillik siyosiy tajribaga ega bo'lgan bu ikki qarindishimizning bu xil qilmishining Qurultay rahbarlik hay'atini, Qurultay vakillarini, shundaqla Qurultayga ko'ngil bergan keng avom xalqimizni ig'ir darajada ranjitganligini ifoda qildi. Faqatli Qurultay ijroiya komiteti tarafidan ilingan rasmiy qarorlarning Qurultayga to'liq vakillik qiladiganligini, Qurultayning kandidat vakillarining fikr bayonlarining faqatli ularning shaxsiy qarshi ekanligini izohlab o'tgan Dolqun Aysa apandim, so'zida yana Nijat Turg'un apandimning Qurultay rahbarlari haqida o'tirg'i tashlagan iddaolarga qarata Qurultayning qonuniy yo'llarga bosh uradiganligini alohida eskartib o'tdi. İlim Əşrəf Vaqfi tərəfindən uyuşturulğan bu qitimqi tor yığınının axırda erkin söhbət və münazirə ilib berildi. Qurultayning muavin rəislərindən doktor Erkin Əkrəm, Zübeyrə Şəmsiddin, Fərat Yoronqaş və Qurultay İcraiya Komitetining rəisi Ömər Qadat əpəndiləmu yığında qılğan sözlərində Dolqun Aysa əpəndimning yuqarqı bayanlarını toluq müəyyənləşdiriş bilan birgə milli müstəqillik görüşümüz intayin zor buruluş nöqtələrə qədəm qoyğan və qıladigan işlərimiz tağdək döyülüb yatqan bugünkü halqılıq bir paytda muhacirətdəki qeyrindaşlarımızның o'rinsiz talash-tortishlar orqali qimmatlik vaqtini isrof qilishining to'limi ichinishlik bir ahvol ekanligini, bu xil talash-tortishlarning faqatli dushmanimiz Xitoyni kuldiradiganligini alohida ta'kidlab o'tdi. İlim Əşrəf Vaqfining hay'at a'zolari yig'inda qilgan so'zlarida bu qitimqi suhbatdan to'limi mamnun bo'lganligini va nurg'un masalalarning oydinlashganligini ifoda qilish bilan birga, bundan keyin yana Qurultay bilan bu xil suhbat va dialoglarni izchil davomlashtirishning muhimligini ta'kidlashdi. Qozog'istondagi Ot yurt kishilik huquq tashkilotining raisi Erbol Davlatbek apandi oldingi kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi markazi organiga alohida uchur yo'llab, Zimiston to'g'ri tarafidan 10 yanvar e'lon qilingan Xitoyning Olmutadagi konsulxonasi bilan Qozog'iston soqchilarining birlashib, Sharq Turkistondan qochib chiqqan Qozog'istonda panohlab turayotgan 100 dan ortiq kishini tutqun qilib, qo'rg'as orqali Xitoyga qaytirib ketganligi haqidagi xabarning butunlay asossiz ekanligini bayon qildi. Erbol Davlatbek apandi bu vaqtda bergan izohatida hozirgi nozik vaziyatda agar bundaq bir voqea yuz bergan taqdirda butun Qozog'iston xalqining qo'zg'olib chiqib qarshilik bildiradiganligini, Ot yurt kishilik huquq tashkilotining qo'lida Sharq Turkistondan Qozog'istonga qochib chiqqan butun qarindoshlarimizning arxivi va aloqalashish adresi borligini va ular bilan har doim aloqada bo'lib turayotganligini, ularning Xitoyga qaytarilganligi haqida hech qanday bir dalilning yo'qligini ta'kidlab o'tdi va Zimiston to'rining bu vaqtdagi xabardan qattiq afsuslanganligini ifoda qildi.
Zimiston to'g'ri 10 yanvar e'lon qilgan xabarda Xitoyning Olmutadagi konsulxonasi bilan Qozog'iston soqchilarining birlashib, Sharq Turkistondan qochib chiqib Qozog'istonda panohlanib turayotgan 100 dan ortiq kishini tutqun qilib qo'rg'as orqali Xitoyga qaytarib ketganligini, tutqun qilinib qaytarilganlarning hammasining Sharq Turkistonlik qozoqlar ekanligini ilgari surgan. Bu xabar muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlarini kuchlik andishiga solgan edi. Atiyurt kishilik huquq tashkilotining raisi Erbol Davlatbek apandi bu vaqtda bergan izohatida ayni chog'da Sayragul Savutbayning dastlabki panohlik talabi Qozog'iston sudi tarafidan rad qilinib Xitoyga qaytarish hukmi chiqarilgandan keyin butun Qozog'iston xalqining qattiq noroziligi bilan Qozog'iston hukumatining bu qarordan voz kechishga majbur bo'lganligini, bo'libmi hozirgi nozik va jiddiy sharoitda 100 qozoqning emas, hatto bir qozoqning Xitoyga qaytarilishining aslo mumkin emasligini ta'kidlash bilan birga, Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasidan o'zining yuqorqi izohat va qarashlarini ko'rmanlar bilan o'rtoqlashishni orzu qiladiganligini ifoda qildi. Vatan ichi va sirtidagi xalqimiz ichida to'lgan vatan suyar adibimiz, shoirimiz, ma'arifchimiz va milliy kurashchimiz Zaynura Aysa xonimning 8 yanvar Istanbulda kasallik sababi bilan vafot bo'lishi muhojiratdagi Uyg'urlarni cheksiz azoblantirdi. Marhumaning 9 yanvar shanba kuni Istanbulning Üsküdar Shokurin jamisida qilingan jinoza namoziga Turkiyada yashayotgan ko'p sondagi qarindoshlarimiz qatnashdi. Marhumaning vasiyati bo'yicha marhumaning tavuti Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'i bilan bezaldi va marhuma Istanbuldagi Umroniya hakimboshi mozorligiga yerlikka qo'yildi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi va chet ellardagi ko'plagan Uyg'ur tashkilotlari fidokor kurashchimiz Zaynura Aysa xonimning vafoti munosabati bilan orqa-orqadan ta'ziya nomi e'lon qilib, marhuma ustozimizga Allohdan rahmat, oilasidagilarga sabr tilash bilan birga marhumaning vafotining butun Sharq Turkiston xalqi uchun zo'r bir yo'qotish ekanligini ta'kidlashdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining e'lon qilgan ta'ziya nomisida qisqacha mundoq deyilgan: Vatandagi cheg'idili o'zining borlig'ini Uyg'ur adabiyot san'ati va milliy ma'arifimizni taraqqiy qildirishga otigan va bu jarayonda ko'plagan nodir asarlarni ro'yobga chiqarish orqali 80-yillarda vatanimizdagi ayol yozuvchi va shoirlarimizning ichida eng tonilgan va eng suyulgan marhuma Zaynura Aysa xonim 80-yillarning o'ttirlarida chet elga hijrat qilib chiqqandan keyinmi o'z millatining erkinligi, hurligi, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish yo'lidagi kurashlarini tiniqi to'xtaganga qadar izchil davomlashtirgan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan muhojiratdagi qarindoshlarimizni, bo'libmi xonim qizlarimizni jasur kurashchimiz va milliy shoirimiz marhuma Zaynura Aysa xonimning o'zining ulug'vor g'oyasiga yetish uchun har qanday jafo, mushaqqat va besimlarga tiz bukmaydigan kurashchan ruhidan ulgi elishga chaqiramiz. Zaynura Aysa xonim 1946 yili 17 mart kuni Qashqarda tug'ilgan bo'lib, dadisi Ahmadjon Sulaymon 1944 yili qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati Milliy armiya otliq polkida ofitser doktor bo'lib vazifa o'tagan. Uning bolalik chog'lari Aqsu Uchturponda o'tgan. 1958 yili Qashqarda tibbiy maktabga o'qishga kirgan bo'lsa-mu, Uyg'ur tili adabiyotiga bo'lgan ishtiyoqi tufayli maktab almashtirib, 1960 yili atalmish Shinjong universiteti til adabiyot fakultetiga o'qishga kirgan. 1965 yili universitetni a'lo natija bilan bitirgandan keyin o'zi bitirgan maktabda o'qituvchi bo'lib qolgan. 1985 yili Sharq Turkiston davosini muhojiratda davomlashtirish g'oyasida 2 bolasini ilib Turkiyaga ko'chib chiqqan. Zaynura Aysa xonim Sharq Turkistondagi mazgilida 9 buloq, Bulbul navosi, Qor laylisi qatorliq she'r kitoblari, oliy maktab uchun yeziqchilik bilimi nomli nasriy asri nashr qilingan. Mashhur tilsunash Ibrohim Moti tarafidan 27 yoshida til olimi deb ta'riflangan. Turkiyada turk tili adabiyoti jurnalida seni izlab 3. söygü, men tarixchi nomli maqolalar e'lon qilingan. Qarlalisi nomli turkcha she'rlar to'plami kitobi Germaniyada nashr qilingan. 2006 yili Mahmud Qashqari, Yusufqoz Hojib nomli Uyg'urcha romanlarni turklashtirilgan. Tarim qizi nomli Uyg'urcha she'rlar to'plami Taklamakan nashriyati tarafidan nashr qilingan. Zaynura Aysa xonim faqat bir adib, bir shoir bo'lib qolmasdan, muhojiratdagi hayotida mustabid Xitoy hokimiyatiga qarshi norozilik harakatlarining oldingi sepidan o'rin ib kelgan horimas, fidokor, jasur bir milliy kurashchimiz edi. Marhuma ustozimizning makoni jannat, ruhi shod bo'lsin. Dunya Uyg'ur Qurultiyi 13 yanvar maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki boshlanadigan 4 fevral kuni o'zlari turishliq davlatlarda ham Beijing qishliq olimpik yig'inini boyqut qilish hamda g'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash munosabati bilan bir tutash holda keng ko'lamli norozilik faoliyatlarini uyushtirishga chaqirdi. Chaqiriqnomada aynan mundoq deyilgan: Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar,
ko'plagan demokratik ellarning o'xshamagan shaklda boykot qilishiga, shundaqla xalqarалық kishilik huquq tashkilotlarining kuchlik noroziligiga uchrab kelgan 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki 4 fevral kuni boshlanish oldida turmoqda. Yana bir tarafdan Beijing qishliq olimpikining 2-chi kuni bo'lsa 1997 yili yuz bergan 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 25-yillik xotira kunidan iborat. Shuning uchun Dunya Uyg'ur Qurultiyi har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan butun tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki boshlanadigan 4 fevral kuni o'zlari turishliq davlatlarda ham Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish hamda g'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash munosabati bilan bir tutash holda keng ko'lamlik norozilik faoliyatlarini uyushtirishga chaqiradi. Aziz qayrindoshlar, chet ellardagi har qaysi tashkilotlarimizning, fidokor siyosiy faoliyatchilarimizning va jasur xalqimizning 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon dunyo miqyosida 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish maqsadida tinimsiz elib berayotgan norozilik harakatlari natijasida bugun Beijing qishliq olimpikini boykot qilish harakati xalqaro zo'r bir harakatga aylandi. Xalqaro sahnalarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan Beijing qishliq olimpiki birga talaffuz qilinadigan holga keldi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Tibet va boshqa kishilik huquq tashkilotlari tarafidan bundan 2 yil burun qurib chiqilgan 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish ittifoqiga qatnashgan xalqaro tashkilotlarning soni uzluksiz ko'payib, bugun 200 dan eshib ketdi. Beijing qishliq olimpikini dunyo miqyosida boykot qilish harakati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining xalqaroda texmi yuqori pallaga ko'tarilishiga vasila bo'ldi. 4 fevral Beijingda boshlanadigan qishliq olimpik musobaqasini umumyuzlik yoki diplomatik boykot qilish masalasi bugun kishilik huquq, demokratiya ham g'arb qimmat qarishi nuqtasidan g'arb davlatlari duch kelayotgan og'ir sinoqlarning biriga aylandi. Hozirga qadar Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Litva, Belgiya, Avstriya qatorliq bir qism davlatlar 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilgan yoki turli sabablar bilan bu musobaqaga davlat rahbarlarini qatnashtirmaydiganligini e'lon qildi. Dunyoga to'nilgan chatallik ba'zi haqiqatparvar tanharakatchilarmi mardonlik bilan o'tirg'i chiqib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qattiq ayblashga boshladi. Mana bu natijalar chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning va fidokor xalqimizning issiq sovuqqa, yerish charchashga qaramay 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon uzluksiz elib berayotgan norozilik harakatlarining bevosita mas'ulidan iborat. Bu munosabat bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan har qaysi tashkilotlarimizga va fidokor jasur xalqimizga alohida minnatdorligimizni va hurmatimizni qayta izhor qilamiz. Aziz qayrindoshlar, garchi 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish masalasida Xitoyga qarshi intayin kuchli bir xalqaro besim shakllangan bo'lsa-mu, afsuski xalqaro olimpik komiteti olimpikning ruhiga xilof holda 2022-yillik qishliq olimpik yig'inini Xitoydek zolim, diktator va fashist bir davlatda o'tkazish qaroridan aslo voz kechgani yo'q. Yana nurg'un davlatlar aniq pozitsiya bildirishdan o'zini qochirayotgan yoki tavrinish ichida qolgan bir vaziyatda turmoqda. 2022-yillik Beijing qishliq olimpiyaga sponsor bo'lgan ko'plagan xalqaro shirkatlar va donliq markalarmi Xitoydan oladigan foyda manfaatlardan mehrini uzalligini yo'q. Shuning uchun har qaysi tashkilotlarimizdan, fidokor siyosiy faoliyatchilarimizdan va jasur xalqimizdan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining ochilish murosimi o'tkaziladigan 4 fevral kuni yana bir qitim zo'r g'ayratga kelib, o'zlari turishliq davlatlarda keng ko'lamlik norozilik harakatlarini elib berish orqali Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilish harakatini yuqori pallaga ko'tarishga chaqiramiz. Aziz qayrindoshlar, hammamizga ma'lum bo'lganidek mustabid Xitoy hokimiyatining g'ulji yoshlari orasida futbol musobaqalarining o'tkazilishini, mashrab o'tkazishi va g'ulji xalqining an'anaviy tanharakat faoliyatlari bilan shug'ullanishini qattiq ma'ni qilishi 1997-yildagi 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining maydoniga kelishiga sababchi bo'lgan asosli omillardan biri edi. Shuning uchun Dunya Uyg'ur Qurultiyi xalqaroning kuchli diqqatini jalb qilish maqsadida 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash faoliyatlarini 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining ochilish murosimi o'tkaziladigan 4 fevral kuni dunyo miqyosida bir tutash holda elib beriladigan norozilik faoliyatlari bilan o'xshash kunda elib berishni qaror qildi. Har qaysi tashkilotlarimizni va muhojiratdagi qarindoshlarimizni mazkur chaqiriqimizga qizg'inlik bilan ovoz qo'shib, 4 fevraldagi norozilik harakatlariga aktivlik bilan ishtirok qilishga va bu orqali o'zlarining milliy, vijdoniy burchini ado qilishga dalolat qilamiz.
Korona vabası səbəbidən namoyish o'tkazish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi tashkilotlarimizni va siyosiy faoliyatchilarimizni axborot va bayonot e'lon qilish, munosabatli organlarga norozilik maktublarini yo'llash, tor muhokama yig'inlarini uyushtirish qatorliq shakllar bilan 4 fevraldagi norozilik harakatiga ovoz qo'shishga chaqiramiz. Hurmat bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi ھەپتىلىك xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduk. Keyin qitimliq pirugrammimizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayri xo'sh. Erkinlik yolida sudek aktı bizning tenimiz. Sen üçün ey yurtimiz